Xayrli kun hammaga. Oldingi dars sizlar bilan mu'rob bilan mabnini batafsil sharhladik va ismlarni, mabnilarini bittalab sanab chiqamiz. Keyingi darsimizda dedik. Keling bugun birinchi bittalab sanab chiqamiz. Birinchisi domair, zamirlar. Zamirlar deganda bilasiz, qo'shimcha shaxslarni bildiruvchi olmoshlar. Misol uchun u, sen, men, bu, bular, anavi, anavilar, bularning hammasini zamir deymiz yoki sening, mening, uning qo'shimchalarini ham zamir hisoblaymiz. Bilasiz, zamir to'g'risida hali nasib bo'lsa ana alohida darslik bo'ladi, lekin o'sha domir muttasil, domir munfasil, ulangan zamir, uzilgan zamir bularning hammasi men zamirga kirdimi, bularning hammasi mabni bo'ladi. Demak, mabnining birinchi turi bu zamirlar. Va zamirlarning asosan o'xshashligi nimada deydigan bo'lsangiz, ko'rinishida, harfida o'xshashligi bor. Harfga. Ana shuning uchun harflarning sonida o'xshashligi bo'lgani uchun ham mabni bo'ldi. Ikkinchisi asmail ishora. Asmail ishora ham mabni bo'ladi. Bittasidan tashqari ikkiligi musanna, ikkiligi mu'rob bo'ladi. Lekin qolganlari hada, hadihi, haulai bularning hammasi mabni bo'ladi. Ana undan keyingisi asmail mavsula. Asmail mavsulani ham bilasiz. Ular shanaqasi qaysiki allazi, allati, allazina, allati. Bunda ham ikkilikdan tashqari. Ikkiligi bilan mu'rob bo'ladi. Ikkiligi musanna deyiladi. Ya ikkilik mavzusi alohida, katta tema, lekin hozir qolganlarini bilib olamiz. Asmail mavsulani qolganlari mabni bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi. Xo'p, to'rtinchi mabni bo'lgan so'z bu adavatul istifham, istifhom belgilari. Bilasiz, adavatul istifhamda a bilan hal chiqib ketadi. Chunki a bilan hal ikkalasi ham harf. O'zi aslida bularni o'zi harf. Qolganlari ism istifhom deyilardi. Ism istifhom deyilardi. Va aynan mashlarning qolganlari ham o'zi aslida o'zgarmas, mabni. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki bularni ma'nosida harfga o'xshashlik joyi bor. Ma'nosida harfi o'rniga kela oladigan joyi bor. Va yana shu qatori yana boshqa joylari ham bor. Men eng asosiyisini aytayapman. Xo'p, undan tashqari asma-i shart. Asma-i shartlarni ham bilasiz. O'sha siva, ayyi, man, mahma, mata, bu ham o'sha asma shart bilan asmaul istifhom bir-biriga o'xshaydi, lekin o'sha bu ham mabni hisoblanadi. Xo'p, va asmaul istifhom bilan asma shartni farqi ma'nosida farq qiladi, xolos. O'zi asosan ikkalasini ma'nosida farqi bor. Xo'p, oltinchisi asmaul af'al. Asmaul af'alni bilasiz, o'sha boyga aytib o'tgan fe'lli ma'nosida keladigan ismlar. Misol uchun shattan, hayhat, deysiz misol uchun orvatda bo'lsa, deysiz misol uchun o'sha og'riqni ko'rayotganingizda kih deysiz misol uchun, tasha deysiz. Bolalarga kih degan so'z ham o'zi aslida arab tilida ham bor. Misol tariqasida hadari deysiz, ya'ni hazar qil deysiz, daroki deysiz, ya'ni ulgur, usbet qilgin deysiz. Bularning hammasi ism bo'lsa-da, lekin mabni. Nimaga mabni? Chunki bu so'zlar o'zidan keyingi so'zga ta'sir o'tkazgani uchun omil taraflama deymiz. O'sha shabahun niyabi dedik-a boya, ya'ni niyobatida kelayotgan. Hop, 7-chi ism alamul maxtum bi wayh. Wayh qo'shimchasi kirgan qo'shimcha. Bu albatta forsiylar o'zi aslida ishlatgan qo'shimcha, lekin bu arab tiliga ham keng miqyosda kirib kelgan. Misol uchun amr so'zi. Amr mu'rob so'z bo'lsa, agar amrga vayh qo'shsam, amro vayh bo'ladi ya, yoki xamr misol uchun, ximar misol uchun, yoki xamro vayh deymiz misol uchun, nafsa vayh deymiz misol uchun. Vayh qo'shimchasi qo'shilgan, demak bu ham mabni bo'ladi. Bu albatta 7-chi mabni bo'lsa, ana undan keyingi 8-chi mabni bu murakkab raqamlar. Murakkab raqamlar deganda bilasiz, 11 dan 19 gacha, 12 dan tashqari. 12 da ikkilik bo'lgani uchun bu ozgina o'zini alohida xos qoidasi bor, lekin qolganlari 11 dan 19 gacha bu ham hamisha mabni bo'ladi. Hop, ana undan keyingisi 9-chisiga keladigan bo'lsak, 9-chisi bu zarf zaman, zarf makonning murakkabi. Murakkabi deganda bilasiz, ikkita so'zdan tashkil topgani, aynan mana mashlar mabni bo'ladi. Qaysi ma'noda keladigan bo'lsangiz, o'zi zarf zaman, zarf makonni bilasiz, o'zgaruvchan bo'ladi, mu'rob bo'ladi. Lekin ikkalasi barobar kelsa, misol uchun layla nahar, sabaha masaa, misol uchun yoki bayna, bayta. Bunaqa uslubdagi so'zlar ham bor arab tilida, balki sizlarga eshitilmagandir yoki balki sizlarga sal boshqacharoq tuyular, lekin misol uchun zurtuka sabaha masaa deysiz.
Ya'ni seni ertayu kech ziyorat qildim deysiz. Mana o'zbek tilida bunaqa joylarni ertayu kech deb o'zbek tilida ham ulab yuboryapsiz. Xuddi shu narsa arab tilida zuruf murakkaba deydi. Yoki anta jari bayta bayt deysiz. Sen meni uyma-uy qo'shnimsan deyapsiz. Yoki misol uchun waqatu bayna bayn deysiz. Ya'ni qattiq yiqilmadim degan ma'nodagi gap misol tariqasida. Bunaqa zuruflar ham bor. Undan tashqari 10-siga keladigan bo'lsak, u ba'zi mufrad zarflar. Mufrad zarflarni bilasiz. Misol uchun amsi, misol uchun haythu. Ya'ni shunga o'xshagan shu uslubdagi so'zlar ham bor. Bularni bu so'zlar ham hamisha mabni bo'ladi, lekin bularni bemalol ajratib olsangiz bo'ladi. Yaxshi. Ana endi keyingisi. Keyingi anaqaga keladigan bo'lsak, wal aslu fil mabni an yusakkana. Mabnining o'zi original belgisi sakin bo'lishi, sukunlik bo'lishi, sokin bo'lishi. Ya'ni o'zgarmas so'zlar o'zi aslida odatda sukun bilan keladi. Sukun bilan tugaydi. Fi, haza bularning hammasi cho'zg'i. Cho'zg'i bilan tugaganini ham bilasiz. Sukunni o'rniga keladi misol uchun kam ga o'xshagan. Va minhu zu fathin va zu kasrin va dam. Lekin unda fathalisi ham bor, kasralisi ham bor, dammalisi ham bor. Fathalisi misol uchun kayfa, ayna. Xo'p, kasralisi misol uchun amsi, misol uchun yoki kasralisiga yana misol hozir kasralisiga, dammalisiga misol uchun li zaydin deyotganimizda misol uchun. Xo'p, va minhu zu kasrin va dam. Va dam dammalisi misol uchun bu munzu ga o'xshagan yoki haythu ga o'xshagan qo'shimchalar hisoblanadi. Xo'p, o'zi aslida mabni sukunli bo'lishi kerak, lekin sukundan tashqari fatha, kasra, damma bilan ham kelishi mumkin. Hozirgi aytib o'tgan so'zlarimga o'xshab. Xo'p, ana endi undan keyingi anaqaga o'tamiz. Undan keyingi bosqichga. Xo'p, والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهب. Mabnini temasidan qutuldik. Nimalarni mabni bo'lishini bildingiz. Nima bilan mabni bo'lishini ham bildingiz. Qaysi joyda qaysi so'zlar mabni, qaysi so'zlar mu'rabligini ham bildingiz. Ana endi mu'rabga o'tamiz. Rafa va nasb. Rafa bilasiz, damma, ya'ni bosh kelishda keladigan. Nasb degani bilasiz, tushum kelishda keladigan. Ij'alan i'roba. I'rob qilgin. Ismin va fi'lin nahwalan ahaba. Ism bilan fe'lga, rafa bilan nasb barobar kiradi. Ism bilan fe'lga barobar kiradi. Bilasiz, fe'l deyotganimda men modiyni nazarda tutmayman, amrni nazarda tutmayman. Men aynan fe'l mudori'a agar nuni tavkid yoki nun nisva kirmagan holatini nazarda tutaman. Mana mana shu ikkitasi mabni, mana mana shu ikkitasi mu'rab bo'ladi. Endi wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Ism maxsus bo'ldi jar bilan. Ya'ni qaratqich kelishik bilan, ya'ni arab tilida qaratqich kelishikni o'rnida bildiruvchi kasra harakati bilan, majrurligi bilan. Majrur degani kasrali degani. Ya'ni qaratqich kelishikda keldi degani. Demak, ismning 3 ta belgisi bo'ldi, bundan chiqdi. Rafa, nasb, lekin rafa bilan nasb fe'lga ham kirardi. Undan tashqari maxsus o'sha jar, ya'ni kasra bilan. Xo'p, vaqt kama qad khussisa al-fi'lu bi an yanjazima, lekin fe'lli ham maxsus joyi bor ekan. U ham nimagaki? Jazm, ya'ni jazm degan sukun degani. Demak, ism fatha damma kasra bo'lsa, fe'l fatha damma sukun. Sukun bu hamisha fe'lga xos belgi hisoblanadi. Farfa bi dammin wansiban fathan wa jurra kasran ka zikrillahi 'abdahu yusar. Rafa asosiy belgisi alomati damma. Nasb asosiy belgisi fatha, kasra jazm jarra asosiy belgisi kasra va jazm asosiy belgisi sukun. Bulardan tashqari qolganlari bu o'sha fatha, kasra, dammani olmagan so'zlarga qo'shimcha i'rob belgilari. Bulardan nasib bo'lsa, sizlar bilan kelasi darslarimizda bir chekkadan o'tamiz. Lekin shu joyda bitta qisqacha ma'lumotni berib o'tib ketaman. Qaranglar, nima uchun siz ismga kasra kirdida fe'lga sukun kirdi deyishingiz mumkin. Buni ham bir hikmati bor. Buni ham wow deydigan joyingiz bor. Qaysi ma'noda deydigan bo'lsangiz, boshidagi mavzuga qaytaylik. Fe'l hamisha ma'nosi bor, zamoni bor narsa edi-ya. Ism ma'nosi bor, zamoni yo'q narsa edi-ya.
To'g'rimi? Demak, bunda fe'l golini ikkita anaqa desangiz, ismniki bitta bo'ladi. To'g'rimi? Mana ma'nosi bor, zamoni yo'q. Ma'nosi ham, zamoni ham bor. Endi mana shu joydan arablar yoki arab tili adolatli bo'ldi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, fe'l yumshatishga harakat qildi va ismni og'irlashtirishga harakat qildi. Misol uchun, qaysi ma'noda? Fe'lda sukunni asosiy harakat qildi-ya. Sukun degani o'zi aslida bilsangiz harakatdan xoli degani-ya, ya'ni harakat yo'q degani. Va eng qizig'i eng kuchsiz harakat degani, chunki bu yerda hech narsa yo'q. Shuning uchun fe'lni tushirishga harakat qildi. Hop, ismga keladigan bo'lsak, ismda ma'nosi bor, zamoni yo'q edi-ya. Bu nozi edi-ya. Ana o'shaning uchun bunga kasra berishdi. Bilasizlar, hamza mavzularida o'tgansizlar, eng kuchli harakat bu kasrami? Arab tilida eng kuchli harakat bu kasra bo'lgani uchun ham kasrani fe'l ismga qo'shib berishdi. Yana undan tashqari tanvin degan narsani ham qo'shib berishdi. Qo'shimcha harf edi-ya bu tanvin. An, in, un. Fe'lga kiradimi tanvin? Yo'q, fe'lga kirmaydi. Hamisha ismga kiradi. Nimaga ismga kirdi? Tanvin bilan kasra ikkita eng kuchli harakat bilan yana bitta harf qo'shib berishganini sababi mana fe'lga muvozanat bo'lishi uchun, muvozanat saqlash uchun. Sukun bu fe'lniki. Nimaga? Fe'lni yumshatish uchun. Bu ham bir ajoyib antiqa ma'lumot hisoblanadi. Hop, keyingi darsimizda Xudo xolasa ismni va fe'lni keyingi bosqichdagi mavzularni o'tamiz. Kuzatib borishda davom etasiz. Salomat bo'lasiz.